Kompaniyaga registratsiyadan o'tdim, lekin hech kim meni ketimdan registratsiyadan o'tmayapti. Bu so'zlar sizga ham tanishmi? Bundan 8 yil oldin men tarmoqli marketingga kirib kelganman. Bilasizmi menga nima deyishgan? Tarmoqli marketing sening biznesing emas deyishgan. Lekin men bundan taslim bo'lmaganman. Kuniga 200 ta vizitka tarqatar edim. 200 ta vizitkadan bitta ham odam registratsiyadan o'tkaza olmas edim. Ustozni oldiga borardim. Ustoz aybdorda, bizni registratsiyadan o'tkazdi-ku. Ustoz, bu mening biznesim emas shekilli. Menda biznes o'xshamayapti. Shunda ustozim, sen harakat qilishing kerak derdi. Harakat? Kuniga 200 ta vizitka tarqatsam, bundan ortiq qanday harakat bo'lishi mumkin desam, sen yana harakat qilishing kerak derdi. Bir haftada 7 kun bo'lsa, 7 kunda men 5 kun vizitka tarqatar edim. Bu kuniga 200 ta vizitka bo'lsa, bu 1000 ta vizitka deyiladi. Lekin bitta ham odam registratsiyadan o'tkaza olmas edim. Nima uchun? Tajribasiz, malakasiz, bilimsiz edim. Siz kelganingizdan buyon bir haftani o'zida boshi oxiri 20 ta odamga prezentatsiya o'tdingizmi? Yoki 20 ta odamga kompaniyangiz haqida tanishtirdingizmi? Yo'q, bitta yoki ikkita insonga aytamiz, 3-insonga kirimizda aytamiz. Sizda ham mana shunday muammolar bo'lyaptimi? Unda sizlarni Instagram sahifamda kutaman.